Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikomunun sekretari Ma Shungroy 19 yanvar tekshirish komitetining yillik yig'inida so'z qilib, Sharq Turkistonda siyosiy nazoratni kuchaytirish, konkretlashtirish, aniqlik darajasini yuqori ko'tarish va siyosiy nazoratni normallashtirishni talab qilgan. Yig'inda Ma Shungroy xalqaroning qattiq besimiga uchrayotgan Xitoyning atalmış Şinjan siyosatida o'zgarish bo'lmaydiganligidan bishorat berib, partiyaning yangi davrdagi Şinjanni boshqarish strategiyasini to'liq va to'g'ri amaliylashtirish, ijtimoiy muqimlik va uzun muddatli aminlikning umumiy nishoniga markazlashishni ta'kidlagan. Mazkur yig'in atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Xalq Qurultayining 18 yanvar o'tkazilgan 14-navbatlik birinchi qitimliq yig'ini hukumat va Xalq Qurultayining yangi rahbarlarini bekitib, orqadan o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Ma Shungroy rayonning chiriklikka qarshi turish ko'rishidagi yangi vaziyatni aniq to'nib, partiyani umumyuzlik qattiq boshqarishning strategiyalik o'rinlashtirishni tavranmay ijro qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin rayonning chiriklikka qarshi qanday yangi vaziyatga duch kelganligini aytmagan. Xitoy hukumati 2017-yili boshlagan cho'ng tutqunda nurg'un Uyg'ur kadrlarini chiriklikka, parxo'rlik va ishkiyuzlimchilikka bog'lab tutqun qilish, amalidan qoldirish, jarimani qo'yish va atalmış qonunlar bilan har turli jazolar orqali bir taraf qilgan. Yig'inda Ma Shungroy yana siyosiy nazoratning konkretligi, aniqligi va normallashishni ilgari surib, nuqtaliq kishilar va nuqtaliq hodisalarga diqqat qilish, siyosiy intizom va qoidalarni qattiq ijro qilib, siyosiy tekshirishning o'tkir qilishlik rolini joriy qildirish kerakligini ta'kidlagan ekan. Türkiye Şivisiyaning poytaxti Stokholmda bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKK tava guruhlarining Turkiyaga qarshi ta'tir tashviqot harakati elib berishiga yo'l qo'yganligini qattiq aybladi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligi Şivisiyada PKK qarshilik guruhlar tashkillangan namoyish haqida bayonot e'lon qilib, Daniyalik Aşkun O'ngchi tar yo'linishlik partiyaning rahbari Rasmus Paludan Turkiyaning Şivisiya Stokholmdagi bosh elchixonasi yinida Qur'on Karimni ko'ydirishi, orqadan Turkiyaga qarshi ta'tir tashviqot harakati elib berilishiga yo'l qo'yganligiga qattiq norozilik bildirib, bu harakatning terrorlik tashkilotlarining ta'tir tashviqotlarini to'sishga doir Şivisiyami imzo qo'ygan 3 taraf ahdnomasiga ochiq oshkora xiloflik qilganligini ta'kidlab, Şivisiyaning 3 taraf ahdnomasidagi va'dalarga binoan terrorlikqa qarshi kurash jihatida quruq gapdan bakrak konkret va unumli qadamlarni tashlashini umid qilganligini bildirgan. PKK-YPG'ning qo'llovchilari poytaxt Stokholmning Nurra Bantorget maydoniga yig'ilib, Şivisiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida Turkiya bilan tuzgan ahdnomasini bekor qilishni talab qilgan. Türkiye, İspaniyaning poytaxti Madriddagi Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlari yig'inida NATOga a'zo bo'lish iltimosi sungan Finlandiya va Şivisiyani rad qilgan edi. Terrorlik tashkilotlarini ochiq oshkora qo'llayotgan bu ikki davlat keyin Turkiya bilan ahdnoma imzolagan bo'lib, Turkiya ahdnomidagi va'dalarning amalga oshirilishini kutmoqda ekan. Yaqında Xitoyning Portugaliyadagi elchixonasi qurilish sirtiga 3 dona kuzatish kamerasi o'rnatgan bo'lib, Xitoyning bu qilmishi yaqin atrofdagi aholilar tomonidan shaxsiy maxfiyatlikka tajovuz qilish bilan ayblangan. Shundaqla Portugaliya hukumati tekshirishni boshlagan. Reuters agentligining 19 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, 2 oy ilgari Xitoyning Portugaliyadagi bosh elchixonasi binosiga 360 graduslik aylana oladigan 3 cho'ng kuzatish kamerasi o'rnatgan bo'lib, biri ommaviy cho'ng yo'lga, qolgan ikkisi bevosita yaqin atrofdagi aholilar turalg'i binosiga qaratilgan ekan. Atrofdagi aholilar o'zlarining shaxsiy maxfiyatligining daxil ta'riziga uchrashidan ansirgan. Portugaliya qonuniga asosan kuzatish kamerasi boshqalarning mol-mulklari yoki ommaviy yo'lga yuzlandirmaslik, kamera o'rnatilgan taqdirdami faqat o'zining mol-mulk doirasiga kirish uchun zarur bo'lgan narsalarni tortishga bo'ldiganligi belgilangan ekan. Portugaliya Tashqi ishlar ministrligi 18 yanvar kuni aloqador tarmoqlardan Xitoy elchixonasining kuzatish kamerasining belgilamiga amal qilmaganligini baholashni talab qilganligini bayon qilgan. 19 yanvar kuni Xitoyning Portugaliyadagi turishliq bosh elchixonasi jimjit holda 3 kuzatish kamerasining birini elib o'tib, qolgan 2 kamerani elchixonaning sirtiga yuzlanmasligi uchun ko'znakni o'z hovlisiga burgan ekan. Kanada kültür qirg'inchilik elib borganlik sababidan kechirim so'rab 20 milliard dollar to'lam to'lashga qo'shilgandan boshqa yana bu qitim yerliklarning kultur ziyni uchun 2 milliard dollar to'lam to'laydiganligini bildirgan. Yevropadan Kanada ko'chish jarayoni yerli xalqlarga nisbatan bir irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya hikoyasiga aylangan. Kanadada yerli xalqning o'z kulturlarini unutib xristianlashishi uchun cherkov maktablar ochilgan bo'lib, 150 mingdan ortiq o'smir oilalardan majburiy ayirib tashlangan va yotoq tuturishga majburlangan. 157 yil davomlashgan bu zulmda rasmiy sonliq ma'lumotlarga asoslanganda oz deganda 6 ming kichik bola hayotidan ayrilgan.
Lekin maktab hovlisidan tepilgan kollektiv qabrlar va tizimga ilinmagan bolalarning soni haqiqiy sondan texmi ko'p ekanligini ko'rsatib bermoqda ekan. Kanada hukumati bu insoniy nomussizlikqa qarta 2008-yil rasmiy kechirim so'ragandan keyin sotga ariz sunilgan bo'lib, hukumat cherkov maktablarida qazo qilgan bolalar uchun 20 milliard dollar to'lam to'lashga qo'shilgan. 2012-yilda Kanada hukumatiga qarshi kultur qirg'inchiligi da'vosi ochildi. Hukumat bu qitim 2 milliard dollar to'lam to'lashni qabul qilgan. To'lam to'lanishi uchun qarorning sud mahkamasi tomonidan tasdiqlanishi kerak ekan. Kanadadagi cherkov maktablarining qorong'u tarixi 2021-yili bu maktablardan birining bog'chisida ismi tizimlikka kirgizilmagan 751 kichik bolaning kollektiv qabrisi tepilishi bilan yana bir qitim oshkorlangan. Shuningdek keyin barliq maktablarning bog'chisida tekshiruvchi uskunlar bilan izlash xizmati boshlangan. Oldingi hafta bu maktablardan yana birining bog'chisidanmi kollektiv qabri tepilgan bo'lib, 171 kichik bolaning ko'mib o'tilganligi taxmin qilinmoqda ekan.